Assalomu alaykum. Hamma aziz vatandoshlarga. Bizlarga avtogonda bo'y kerak emas. Bizlarga shkaturka, beton quyish, yana nima, tom yopish bo'lsa bizga aytinglar. Biz avtogonga aralashmaymiz. Sizlarga o'xshagan bahaybat yuragimiz ham yo'q. Biz oddiy rabochiy bolalarmiz. Bizlarga shu shkaturka, malyarniy ish, aboy yopishtirish bo'lsa aytinglar bizlarga. Like bosib qo'yinglar, iltimos. Поддержать qilib turinglar bizani ham. Молодец, qaddinglarni uringlar. Bitta chiqavatdi ana chiqirib. Qishqirib, menga bo'y beringlar, menga bo'y beringlar deb. Mana shunga ana Mahmud Murodov savoringlar iltimos. Tekislar utiklab avtogonga osib ketsa mana shu bolani. Bir narsa desa yugurib chiqqan, menga bo'y beringlar. Ana kichkina 2007-yilgi bolani urib, birato'la hamma yerni yorib yubordim deb o'zicha o'ylab yuribdi-yu. Shunaqa qilinglar iltimos. Bizga ana shkaturka, malyarniy ishlar bo'lsa, bizga xabar beringlar. Men uni yorib tashlayman lekin. Beton quyish bo'lsa, shvo bo'lsa, uni yorib tashlayman. Javob. Manzil Bo'stonliq tumani, Abay qishlog'idamiz. Bemalol xabarlasaveringlar.